Qadrli shifokorlar, men doim qanday qilsak tibbiyot xodimlarining mehnati yanada rag'bat topadi, ro'zg'ori bekammi ko's bo'ladi degan o'y bilan yuraman. Endi har yili tibbiyot va farmatsevtika xodimlari kuni munosabati bilan davlat tibbiyot muassasalarining barcha xodimlariga pul mukofoti beriladi. Tumanda yangi davolash usulini joriy qilgan shifokorlar 21 million so'mdan mukofot oladi. Davlat tibbiyot muassasalarida kamida 15 yil ishlagan tibbiyot xodimlariga sanatoriyaga bepul yo'llanma beriladi. Davlat oliygohlariga o'qishga kirgan farzandlarining 1 yillik kontrakt summasiga 50% chegirma taqdim etiladi. Har yili faoliyatda alohida natijalarga erishgan 500 nafar tibbiyot xodimlariga ipoteka krediti boshlang'ich badalining 25% kompensatsiya qilinadi. Davlat tibbiyot muassasalarida kamida 3 yillik stajga ega tibbiyot xodimlariga zarurat tug'ilganda yiliga bir marta yuqori texnologik ixtisoslashgan tibbiy yordam bepul ko'rsatiladi.